Qizlar yaxshiyam keldinglar. Janilaga shundoq 1 soat qarab turinglar. Men tez kelaman, xo'p. O'ynab turinglar. Sirruchni ishini chiqib qoldi. Bormasam bo'lmaydi. Suvda olib yurmay bolani. Pashasi oshxonada turibdi. Pampersi spalnida. Sizlarga ishonaman. Opa! Xo'p. Aniq tez kelasiz. Ha, tez kelaman. Eplisizlar? Ha, eplaymiz. Ishondim sizlarga, bo'pti. Qanaqa eplaymiz? Bilmadim. O'zing eplaymiz deding-ku, o'zing qaraysan. Men bilmayman. O'zing qaraysan. Opa! U yig'layapti bu. Shu o'zi qarang. Opa, yig'layapti, nima qilamiz? Bilmayman. Chanqaga suv olib kel. Qarab turaman. Nima qilamiz? Opa, pampers to'lgan. To'lmagan. Qorni ochgan. Bor qashiq qilib kel, xo'p. Opa! Topdingmi? Endi nima qilamiz? Qo'yapti-ku. Yig'layapti. Bo'lmasa bunaqa qilamiz. Men korzinkaga chiqib kelaman, sen bolaga qarab turasan. Yo'q, qaramang bolaga. Bo'lmasa chiqib kelasan, mashinada chiqib kelish kerak. Yur. Qizlar. Uxlab qoldimi? Salim o'zimmi? Beozoram, yotishini buni, shirintoyim. Qiynalmadinglarmi? Opa, bolani tashlab ketibsiz. Kashasiga qarab qo'ysangiz bo'lmaydi. Yotqinyapti-yu. Kashasi qolmadi-ya. Qolmagandi, yaxshiyam korzinka bir qadam. Olib keldingmi, assalom. Olib keldim. Aytgancha, Nestle kashalarida aksiya ketayotgan ekan. Yo'q. 27-iyundan 10-iyulgacha 31% chegirma ekan. Rostdan, qancha ekan narxi? 19.990 so'm. Opa, olib kelib qo'ysangiz bo'lar ekan. Yaxshi yetding. Opa, keyin safar bolangiz tashlab ketayotganda kasha olib kelib qo'ying, iltimos. Xo'p bo'ladi. U yil maqib tashladilaring bomba tushganmi? Bolangizdan so'rang. Tashlab qo'yarsiz. Yordamlashmaysizlarmi? O'zingiz olasiz. Korzinkaga keling, chegirmalarni ko'ring.